Faberlic kompaniyasining mahsulotlari bilan yanayam yosh va go'zal ko'rinishni xohlasangiz, unda bizga murojaat qiling. Ayni damda men hozirda sizlarga sochlari judayam tez to'kilayotgan mijozlar uchun ajoyib naborni tavsiya qilmoqchiman. Bizda sochlari judayam tez to'kilayotgan mijozlar uchun bomba naborimiz bor. Bu nabor umuman qimmat emas, lekin effekti bomba. Bu naborda sochlar uchun maxsus shampun, balzam, maska hamda omega 3, 6, 9 yog'lari bor. Xo'sh, bu omega 3, 6, 9 yog'i nimaga kerak? Oddiygina shampun naborini o'sha xarid qilsa bo'ldi emasmi? Sochlaringiz shunday to'kilishdan to'xtamaydimi deyishingiz mumkin. Men hamma mijozga aytaman buni. Oldin siz ichkaridan o'sha muolajani bersangiz, sizga yana ham zo'r ta'sir qiladi. Bu nafaqat zo'r ta'sir qiladi, balki organizmingiz yosharishi boshlaydi bu mahsulot bilan. Balki nafaqat organizm yosharganda soch tolalariga ham ta'sir qiladi. Ya'ni sochlaringiz ham yosharadi. Sochlaringiz yana ham maftunkor, jilovdor hamda mustahkam, qalin bo'lishini xohlasangiz, albatta bu omega 3, 6, 9 yog'ini iste'mol qilishingiz kerak. Bu soch terisi, yurak faoliyati hamda jigar faoliyati, suyaklar uchun, yuz terisi uchun, umuman olganda общий organizm uchun yoshlik va go'zallikni qaytarib beradi. Siz albatta bu mahsulotdan iste'mol qilayotganingizda ichib tugatganingizdan so'ng o'zingizda rezultatni his qila boshlaysiz va boshqalarga ham ulashishni boshlaysiz. Albatta tavsiya qilaman. Aynan buning tarkibida mana omega 3, 6, 9 yog'lar mavjud. Biz buni oilaviy ichamiz. Oilajonlarimiz bilan birgalikda har doim bizni oziq-ovqatimizda qo'shimcha tarzda biodobavkalar har doim bo'ladi. Albatta buni sizlarga ham tavsiya qilaman. Keyin esa tashqi taraflama muolaja. Bu albatta kerak. Ana keyin buni ichishni boshlagandan so'ng albatta buni sochlarimiz uchun maxsus shampuni hamda balzami и maskasi. Bular nimaga kerak? Sochlaringizni yuvgandan so'ng sochlarni yumshoq silliq bo'lishini xohlasanglar, balzamini olasizlar. Va sochlaringiz qalinlashib, to'kilishdan to'xtab, qalinlashni boshlasa, albatta sochlar og'irlashishni boshlaydi, to'g'rimi? Shunaqa bo'lishini xohlamaysanglar, albatta maskasidan foydalaninglar. Sochlaringiz qanchalik qalin bo'lsa ham sizga og'irlik tug'dirmaydi. Yengilgina bo'lib turadi. Aynan mana shu maskadan foydalansanglar va buni ikkita ishlatgandan so'ng sizlarga rezultat seziladi. O'sha 2 martada, haftada 2 marotaba qo'llaniladi. O'zi aslida o'sha 2-marotaba ishlatganingizda o'sha o'zingizlarga bilinadi. Sochinglarni to'kilishini to'xtatayotgani o'zingizlarga bilinadi. Ishlatilish tartibini ham aytib o'taman. Buni hamma ham aytib o'tirmaydi. Shunaqa mahsulotlar bor, tavsiya qilaman deb qo'yaverishadi, lekin men sizlarga hozir darsligi bilan birgalikda aytib o'taman. Omega 3, 6, 9 mahsulotini har kun davomida 2 marotaba ichasiz. Bitta kapsulani xohlasanglar 1 marotabadan 2 kapsulani ichib yuborsanglar ham bo'laveradi. Ichida 60 kapsula bo'ladi. 1 oyga yetadi. Keyin shampuni sochingizni o'sha haftada 2 marotaba mana shu shampunga yuvasiz va ketidan balzami bilan yuvasiz. Uni ketidan esa maskani surasizda 20 minutga qoldirasiz. Xohlasangiz sochiq bilan yoki bo'lmasa selofan paket bilan ham o'rab qo'ysangiz bo'laveradi. Keyin 20 minut o'tgandan so'ng oddiy iliq suv bilan chayib tashlaysiz va bomba rezultatni o'zingiz ko'rib guvohi bo'lasiz. Albatta bu mahsulotlar kerak bo'lsa va mana shunaqa sochi tez to'kilayotgan mijozlar, yaqinlaringiz sizlarga nimadir qilsam shu sochim to'kilish to'xtarkan deb sizlarga murojaat qilsa, albatta mana shu xabarimni ularga tashlab bering. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga ham dostavkani yo'lga qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, tezlikda dostavka qilib beramiz.